7-yanvar 2026-yil kuni soat 21:25 da Milliy telekanalida Tozalovchi serialining 131-qismi namoyish etiladi. Bu loyiha allaqachon oddiy oilaviy drama doirasidan chiqib, inson taqdiri va ichki kurashlar haqida chuqur hikoya qiladigan serialga aylangan. Har bir yangi qism tomoshabinni befarq qoldirmaydi. 131-qismda voqealar yanada teranlashadi. Qahramonlar qarorlari oson emas, lekin aynan shu murakkablik serialni qiziqarli qiladi. Mualliflar tomoshabinga tayyor xulosa bermaydi, balki o'ylashga undaydi. Dialoglar tabiiy, sahnalar esa ortiqcha shovqinsiz, lekin kuchli hissiyot bilan berilgan. Aktyorlar ijrosi alohida e'tiborga loyiq. Har bir qarash, sukut va ohang o'z o'rnida. Tozalovchi o'z sifat darajasini saqlab qolmoqda va zamonaviy o'zbek seriallari orasida mustahkam o'rin egallab, tomoshabin bilan samimiy va chuqur muloqot qila olayotgan loyihalardan biri ekanini yana bir bor isbotlaydi.